Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan xalqaro xususiy huquq fani yuzasidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Demak, bugungi ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi xalqaro xususiy huquqda nizolarni sud tartibida ko'rib chiqish. Demak, mazkur mavzu yuzasidan nimalarga to'xtalib o'tamiz. Avvalambor, xalqaro fuqarolik protsessi tushunchasi o'zi nima? Sudlovga tegishlilikni aniqlash va prorogatsion bitimlar, O'zbekiston Respublikasida chet elliklarning sud himoyasiga bo'lgan huquqlari va fuqarolik protsessual huquqlari, chet el huquqi mazmunini o'rnatilishi hamda xalqaro sudlovga tegishlilik masalalariga to'xtalib o'tamiz. Demak, xalqaro fuqarolik protsessi bu chet elliklar va chet el yuridik shaxslarining sudda ularning huquqlari muhofazasi bilan bog'liq protsessual xususiyatdagi masalalar majmui tushuniladi. Ya'ni bizda fuqarolik protsessual huquqi fani kabi xalqaro protsessual huquq ham xuddi mana shu munosabatlarni xalqaro doiradagi, ya'ni bunda turli xil chet el davlatlarini yuridik va jismoniy shaxslari subyekt sifatida ishtirok etadi. Demak, ushbu munosabatlarda qaysi masalalar asosiy jihatlari sanaladi? Avvalambor, chet ellik shaxslar uchun odil sudlovga yo'l ochiqligi hamda ularning protsessdagi holati, ya'ni jismoniy shaxsmi, yuridik shaxsmi yoki davlatmi? Bilamizki, xalqaro xususiy huquqda davlat ham biror bir yuridik tashkilotni joyidan, demak, subyekt sifatida ishtirok etishi mumkin. Hamda xalqaro sudga tegishlilik masalasi yoki chet el sud qarorlarini tan olish va ijro etish masalalari, demak, ushbu xalqaro fuqarolik protsessi huquqida, demak, ko'rib chiqiladigan asosiy masalalardan biri sanaladi. Bundan tashqari, xalqaro fuqarolik protsessi masalalari bo'yicha umumiy qoidalar, demak, quyidagi xalqaro hujjatlardan kelib chiqadi. Avvalambor, fuqarolik protsessi bo'yicha 1954-yilgi Gaaga konvensiyasi. Demak, unda 46 ta davlat ishtirok etadi, xususan bu davlatlar sirasiga Armaniston, Belorussiya, O'zbekiston, Ukraina, Moldaviya kabi davlatlarni kiritishimiz mumkin. Bundan tashqari, chet mamlakatda fuqarolik ishlari bo'yicha dalillarni olish to'g'risidagi 1970-yilgi konvensiya va o'z navbatida chet el rasmiy hujjatlarini legallashtirish talabini bekor qiluvchi 1961-yilgi konvensiya. Bunda demak 95 ta mamlakat ishtirok etadi. Ularning ichida demak O'zbekiston ham borligini quyidagi slaydimizda ko'rishimiz mumkin. Hamda bizda respublikamiz uchun juda mashhur bo'lgan konvensiyalardan biri 1993-yilgi Minsk konvensiyasi ham ushbu doiradagi asosiy hujjatlar sirasiga kiradi. Quyidagi slaydda biz demak xalqaro fuqarolik protsessi jarayonida muammolarni o'rganishda quyidagi tushunchalar ham muhim hisoblanadi. Ya'ni bular asosiy tamoyillar sifatida ham kiritilgan. Misol uchun, milliy tartib tamoyili. Bu demak xalqaro xususiy huquqda national treatment ham deb ataladi. Bundan tashqari, taraflarning kelishuvi, hamkorlik, retorsiya, ommaviy tartib to'g'risidagi izoh. Retorsiyani bilamiz, agar biror bir davlat hududida chet ellik fuqarolarga nisbatan qaysidir huquqlari cheklov qo'yiladigan bo'lsa, ushbu davlat ham mazkur cheklov qo'ygan davlatning fuqarolariga o'zlarining hududida mana shunday taqiqlovchi choralarni qo'llashiga bo'lgan huquqi demak retorsiyalar deb ataladi. Demak, ushbu termin Fuqarolik kodeksini 1167-moddasida batafsil keltirib o'tilgan. Shu o'rinda Fuqarolik kodeksini demak 1164-moddasida ommaviy tartib to'g'risidagi izoh tushunchasiga ham ta'rif berilgan. Umuman aytganda, ommaviy tartib to'g'risidagi izoh bu xalqaro hujjatlar doirasida ko'rib chiqadigan bo'lsak, misol uchun fuqarolik, oila va jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam va huquqiy munosabatlar to'g'risidagi o'sha 1993-yilgi Minsk konvensiyasining 19-moddasiga ko'ra quyidagicha ta'rif berilgan. Ya'ni huquqiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi so'rov, agar bunday yordamning ko'rsatilishi yordam so'ralgan shartnoma tuzuvchi taraf suverenitetiga yoki xavfsizligiga zarar yetkazadigan bo'lsa, mazkur holatda demak bu holat uning qonunlariga zid deb topiladi va rad etishi mumkin bo'ladi. Ya'ni u qo'llayotgan huquq ikkinchi davlatni demak suvereniteti va xavfsizligiga ta'sir qilmasligi kerak. Agar bunday holat kuzatiladigan bo'lsa, ikkinchi davlat bu holatni bevosita qonunchilikka muvofiq rad etishi mumkin. Yoki ushbu qoidani biz Yevropa konvensiyasi hamda Gaaga konvensiyalarida ham ko'rishimiz mumkin. Ularga ko'ra, demak, topshiriqning bajarilishi yordam so'ralgan davlatning fikricha uning suvereniteti yoki xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lsa, yordamni rad etishi mumkin. Lekin qonunlar o'rtasidagi farq shunday rad javobi uchun asos qilib bo'lmaydi. Ya'ni bu xalqaro hujjatlarda ham mazkur qoidani
yuqoridagilarga o'xshash holatda kuzatilishini ko'rib o'tishimiz mumkin. Shu o'rinda mana bizning fuqarolik kodeksimizda ham 164-moddada keltirib o'tilgan, unga ko'ra demak chet el huquqini qo'llanishi O'zbekiston Respublikasining huquq-tartibot asoslariga, ya'ni ommaviy tartibiga zid keladigan hollarda chet el huquqi qo'llanilmaydi. Demak, bunday hollarda O'zbekiston Respublikasi huquqi qo'llaniladi. Demak, bu qoida ham bizning milliy qonunchiligimizda bevosita keltirib o'tilgan. Shu o'rinda xalqaro fuqarolik protsessi jarayonlarida moddiy huquq me'yorlari demak quyidagi hollarda buzilgan yoki noto'g'ri qo'llanilgan deb hisoblanadi. Demak, birinchi holat, agar sud qo'llanishi kerak bo'lgan qonunni qo'llamagan bo'lsa yoki agar sud qo'llanishi kerak bo'lmagan qonunni qo'llagan bo'lsa hamda agar sud qonunni noto'g'ri talqin etgan bo'lsa, ya'ni misol uchun fuqarolik protsessida aytaylik sanksiya sifatida, misol uchun ya'ni sanksiya chorasi sifatida aytaylik moddiy zarar miqdori BXMni 10 barobar keltirilgan bo'lsa, uni noto'g'ri talqin qilib 20 barobar deydigan bo'lsa ham bu holatda qoida buzilgan yoki noto'g'ri qo'llanilgan deb hisoblanishiga olib keladi. Bundan tashqari mavzumiz doirasida keyingi asosiy masalalardan biri bu xalqaro sudga tegishlilik masalasi. Demak, bu nimani bildiradi? Avvalambor biror bir mamlakatning chet el tarafi ishtirok etgan yoki boshqa chet el elementda ishtirok etgan ishlarni hal etish bo'yicha sudlarning vakolati. Ya'ni aytaylik oldi-sotdi munosabatlarida xalqaro jarayonlarda nizo kelib chiqqan taqdirda mazkur nizoni qaysi davlatning sudlari ko'rishga vakolatli. Demak, ushbu masala xalqaro sudga tegishlilik masalasini bizga ochib beradi. Faqat nizoni hal etish qaysi davlat sud tizimi vakolatiga kirishi aniqlangandan keyingina nizoni ko'rib chiqishga haqli sud instansiyasini aniqlash mumkin bo'ladi. Ya'ni taraflarning kelishuvida mazkur masala ham bevosita aniqlab o'tilgan bo'ladi. Shu o'rinda ushbu holatlarda yurisdiksiyalar to'qnashuviga duch kelishingiz mumkin. Bu qanday yuzaga keladi? Demak, yurisdiksiyalar to'qnashuvi bu amaliyotda bitta nizoni ko'rib chiqish bir vaqtning o'zida ikki yoki hatto bir necha mamlakat sudlari vakolatiga kirish hollari hisoblanadi. Ya'ni aytaylik umumiy mulk bo'yicha demak mulk masalasini hal qilishda ikkala davlatni vakolatli sud organlari ham bu yerda demak vakolatga ega bo'lishi mumkin. Ushbu holatda demak yurisdiksiyalar to'qnashuvi yuzaga keladi. Mazkur holatni oldini olish uchun esa tomonlarning o'zaro ikki tomonlama kelishuv yoki xalqaro kommunikatsiyalarga a'zoligi demak ushbu holatni bartaraf etishga bizga yordam beradi. Demak, bunday sudga taalluqli masalalar bo'yicha ko'p tomonlama kelishuvlar ikki guruhga bo'linadi. Demak, birinchi guruhga ishlarning barcha toifalari bo'yicha sudga tegishlilik to'g'risidagi qoidalar mavjud bo'lgan umumiy xarakterdagi kelishuvlar. Bunga misol qilib, demak 1988-yilgi Lugansk konvensiyasi kiritiladi. Ikkinchi guruhga esa nizolarning ayrim toifalari bo'yicha sudga taalluqlilikni aniqlash bo'yicha kelishuvlar. Misol uchun bunga kemalar qatnovi to'g'risidagi ishlar bo'yicha fuqarolik yurisdiksiyasiga tegishli ayrim ishlar unifikatsiyasi to'g'risidagi konvensiyani demak misol sifatida kiritishimiz mumkin. Va o'z navbatida sudlovga tegishlilik masalasini aniqlashda xalqaro xususiy huquqda 3 ta tizim mavjud. Demak, bular franko-roman tizimi, german tizimi hamda anglo-sakson huquq tizimlari hisoblanadi. Demak, franko-roman tizimiga ko'ra taraflarning fuqaroligi belgisiga ko'ra aniqlanadi. Ya'ni agar nizo kelib chiqqan taqdirda sudlovga tegishlilik masalasini aniqlashda taraflarning fuqaroligi, ya'ni taraf qaysi davlat fuqarosi bo'lsa, o'sha davlatni sudlari demak ushbu fuqaroning kelib chiqqan nizosini ko'rib chiqishga asosiy vakolatli organ hisoblanadi. German tizimida esa bu sal boshqacha bo'ladi. Ya'ni uning zamirida xorijiy elementli ishlar bo'yicha nizolarga ichki hududiy sudlovga tegishlilik qonunlari tatbiq qilinadi. Ya'ni hududiy tegishlilik deganda shaxs qaysi hududda demak yashaydi yoki faoliyat ko'rsatadi. Agar yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, u demak qaysi hududda faoliyat ko'rsatadi. Shu jihatiga ko'ra uning sudlovga tegishlilik masalasi bo'yicha ishini ko'rib chiqish ishlari aniqlab beriladi. Anglo-sakson huquq tizimida esa sal boshqacha holat bo'ladi. Bunda demak sud mamlakatda javobgarning hozirlik belgisiga ko'ra, ya'ni bu yerda sudni bilamiz chaqiruv qog'ozi yuboriladi. Chaqiruv qog'oziga ko'ra aytaylik javobgar hozir bo'lish kerak bo'lgan joy qayer? Demak, ushbu joy uni asosiy huquq manbasini, ya'ni huquq tamoyilini ko'rsatib beradi. Demak, sudlovga tegishlilikni bir qancha turlari mavjud. Demak, ulardan eng
asosiylari quyidagilar sanaladi. Demak, bular alohida sudlovga tegishlilik masalasi yoki muqobil sudlovga tegishlilik yoki kelishilgan sudlovga tegishlilik bo'lishi mumkin. Aytaylik, mana kelishilgan sudlovga tegishlilik. Bunda demak taraflar kelishuvga asosan sudlovga taalluqlilikni belgilashda aks etadi. Bular haqida quyida batafsil to'xtab o'tiladi. Yoki muqobil sudlovga tegishlilik. Bunda o'z davlati va chet davlatlar orasidan istaganini tanlab olish imkoni nazarda tutiladi. Demak, ko'rib turganimizdek, sudlovga tegishlilikning bir qancha turlari ushbu slaydimizda bevosita keltirib o'tilgan. Va sudlovga tegishlilik masalasini aniqlashda asosiy kelishuv turlaridan biri demak derogatsion hamda prorogatsion bitimlar ham alohida ahamiyatga ega. Demak, derogatsion kelishuvga ko'ra bunday kelishuvni tuzganda tomonlar, aytaylik, mana O'zbekiston misolida aytadigan bo'lsak, O'zbekiston sudiga tegishli ishni chet el sudida ko'rib chiqish to'g'risidagi kelishuv bo'ladi. Ya'ni bu yerda O'zbekiston Respublikasi mazkur sud ishlarini ko'rib chiqishga vakolatli emas, chet el davlat ikkinchi tomon taraf sifatida O'zbekiston sudiga tegishli ishni agar bizda hududimizda kelishib olaylik deb so'raganda, demak O'zbekiston ham bunga rozi bo'ladigan bo'lsa, ushbu holatda tuzilgan kelishuv demak derogatsion kelishuv deyiladi. Prorogatsion kelishuvda shuni aksi, ya'ni O'zbekiston sudlari vakolatiga tegishli bo'lmagan ishni demak O'zbekiston sudi tomonidan ko'rib chiqish to'g'risidagi kelishuv hisoblanadi. Bu yerda bir qancha misollarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Demak, Minsk konvensiyasi yoki Kichinoy konvensiyalarida ushbu holatlarga batafsil misollar keltirilgan. Xo'p, demak, keyingi masala, misol uchun mana Gruziyani xalqaro xususiy huquq to'g'risidagi qonunida sud garovi bilan bog'liq masala sal boshqacha holatlar keltirib o'tilgan. Unga ko'ra, demak, mazkur qonunning 58-moddasiga asosan javobgarning talabiga asosan yashash joylari yoki bo'lish joylari Gruziyadan tashqarida bo'lgan chet ellik da'vogarlar sud sarf xarajatlarini qoplashning kafolatlarini berishlari kerak. Ya'ni ammo deyapti, shu moddaning o'ziga asosan agar tegishli davlatda Gruziyaning jismoniy va yuridik shaxslaridan kafolat berish talab etilmasa yoki javobgar o'zining talabini asoslab bera olmasa, kafolatlar talab etilmaydi. Demak, Gruziyada mana shu qoida demak xalqaro xususiy huquq to'g'risidagi qonunning 58-moddasida batafsil berib qo'yilgan va o'z navbatida sud immuniteti ham asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Chunki mana bir davlatni boshqa davlat yurisdiksiyasi ostidan chiqarib olishi demak sud immuniteti deyiladi. Chet davlat o'z roziligisiz sudga javobgar sifatida jalb qilinishi mumkin emas. Demak, bu umumiy qoida. Lekin mazkur qoida uchun asos bo'lib suverenitet tamoyili va davlatlarning suveren tengligi tamoyili xizmat qiladi. Biz bilamizki, suverenitet yoki davlat xavfsizligi xalqaro jarayonlarda asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Sud immuniteti bilan birga demak davlatning sud immuniteti sifatida quyidagilar tan olingan. Demak, sud immuniteti ushbu so'zning tor ma'nosida, ya'ni bir davlatning boshqa bir davlat sudi oldiga sudga tortilishi mumkin emasligi yoki da'voni oldindan ta'minlashdan immunitet yoki sud qarorini majburiy ijro etishdan immunitet hisoblanadi. Immunitet umuman aytganda bu daxlsizlik ma'nosini ham bildiradi. Immunitet yoki daxlsizlik, sudni daxlsizlik huquqi. Demak, bundan tashqari mana davlat immuniteti degan tushuncha ham bor. Demak, bu quyidagi ma'noni bildiradi. Ya'ni davlat suverenitetidan kelib chiqadigan xalqaro huquqiy prinsip. Uning mazmuni shundan iboratki, barcha davlatlarning tengligiga ko'ra bir davlat boshqa davlat ustidan ustun bo'la olmaydi. Ya'ni bu xalqaro xususiy huquqda par imperium non habet imperium deb ataladi. Ya'ni tengga nisbatan ustuvor bo'la olmaydi. Ya'ni bilamizki, xalqaro jarayonlarda tenglik prinsipi keng miqyosda ishlatiladigan asosiy prinsiplardan biri sanaladi. Demak, davlat immunitetining asosiy ko'rsatkichlari sifatida quyidagilar sanab berilgan. Ya'ni bu davlat organlari, ya'ni misol uchun diplomatik vakolatxonalar yoki konsullik idoralari, ularning xodimlari, davlatlararo yoki hukumatlararo tashkilotlar, davlatlarning shu tashkilotlari vakillari, mansabdor shaxslar immuniteti hisoblanadi. Demak, bir qancha hujjatlarda ularni asosiy mazmuni ochib berilganini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari, davlat immuniteti xalqaro jarayonlarda asosiy holatlardan biri sanaladi. Chunki hech bir davlat ikkinchi bir davlatni uni immunitet huquqidan foydalanmasdan turib sudlovga, ya'ni sud jarayonlariga jalb qilishi mumkin emas. Chunki immunitet tushunchasi xalqaro jarayonlarda keng ishlatiladigan asosiy tushunchalardan biri sanaladi.
Demak, talabalar bugungi xalqaro xususiy huquqda nizolarni hal qilishda ko'rib chiqiladigan asosiy masalalar shulardan iborat edi. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar yoki murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi manzillarimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.